Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana ko'rishib turganimizdan mamnunman. Gaplashadigan mavzular ko'paydi. Qaysi birini tahlil qilishni qiynalyapmiz, to'g'risi. Lekin juda ham ko'p mavzu gapiriladigan mavzu, tahlil qiladigan mavzular kundan kun ko'payib boryapti. Ayniqsa keyingi kunlarda bo'layotgan dunyodagi voqea hodisalar va jarayonlar tahlillarni tizimli va tartibli shaklda olib borishni talab qilyapti, lekin buning ham iloji bo'lmayapti. Lekin qo'ldan kelguncha harakat qilaman. Oltin talvasasi dunyoda zotan oltin talvasasi Madurodan oldin ham boshlangan edi, lekin mana Maduroning qo'lga tushirilishi bilan oltin talvasasi yana ham kuchayib ketdi. Maduroda juda ham qiziq bir faktlar o'rtaga chiqyapti. Uning oltinlari, ya'ni hozir chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda uning oltinlari qayerga ketayotganligi tizimli kuzatilgan va Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan va demakki kelishmovchilik bo'lgan paytida uning bu oltinlarni Amerikadan tashqariga yoki noqonuniy shaklda olayotganligi borasida har holda Amerika g'azablangan bu ishdan. Haqiqatan oltinlar borasida jiddiy prognozlar chiqyapti o'rtaga. Bu oltinlarning qazib olinishi va bu ishda Turkiyaning ishtirok etayotganligi va Rossiyaning ishtirok etganligi. Mana endi biroz ochiq oydinlashyapti. Turkiya va Rossiya nima uchun Venesuela prezidenti mana shunday holga tushganda nega bayonot bermaganligi va ochiq-ochiq nima uchun rasmiy bayonot bermaganligi biroz ochiqlanyapti. Chunki Maduroning oltinlari Turkiyaga kelib qayta ishlangan degan iddaolar bor va Rossiyaga qayta ishlangan Rossiyada va u yerdan yana o'sha turli yo'llar bilan Shveysariya banklariga qo'yilgan. Bu esa albatta xalqning manbai, ya'ni xalqqa kerak bo'lgan manbalar to'g'ri shaklda ishlatilmaganligi haqidagi iddaolar deyish mumkin. Ya'ni hozir Turkiyaning ham, Rossiyaning ham jiddiy o'sha muammolar bilan bayonot bermaganligi juda ko'p tanqid qilinyapti. Buning uchi har holda Rossiya va Turkiyaga ham jiddiy shaklda ta'sir ko'rsatadi va bunga ya'ni obrazli shaklda aytadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida javob berishga to'g'ri keladi. Ya'ni Rossiya yana yutqazdi bu borada. Turkiya uchun ham oson bo'lmaydi. Xo'p, ikkinchi masala Eronning taqdiri. Biz uchun Eron nihoyatda muhim bir hudud bo'lganligi uchun Eronning taqdiri qanaqa bo'ladi? Bu masalada ham men jiddiy bir analiz, o'zim shaxsiy qarashimni aytib o'tmoqchiman. Bu Rossiya faktori. Ya'ni Rossiyaning haqiqatda Ukrainaga boshlagan harakatlari, ya'ni harbiy harakatlari bu uning kuchsizlanishiga sabab bo'ldi. Oldingi Eronda bo'lgan mana shunday to'qnashuvlarda yoki oyoqlanishlarda yoki mana shunday hukumatga qarshi bo'lgan g'alayonlarda Rossiyaning faktori ancha sezilardi. Ya'ni Rossiya orqasida turganligi uchun va Rossiyadan bo'layotgan munosabat albatta g'arbni ko'proq, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini chekinishga majbur qilardi. Endi esa Rossiya bu borada ojiz. Va shuning uchun ham bu faktor nihoyatda reja bilan qilinganligi kundan kunga ayon bo'lyapti. Chunki Eronning juda ko'p qurollari Rossiyaga yordam sifatida jo'natildi va u kuchsizlantirib qo'yildi. Bundan tashqari budjetda nihoyatda keskin muammolar borligi ko'rinyapti va shuning uchun ham Erondagi bir qancha joylar hozir bir nechta hududlar Eronning boshqaruvidan chiqib ketdi degan shunaqa xabarlar ham chiqdi. Lekin aytib o'tish kerak, Eronning geopolitik nuqtai nazari bo'yicha u o'ziga katta Eron tuzish kerak edi. Mana shunday nuqtai nazari bor edi. Unda shunday ambitsiya bor edi, to'g'rirog'i. Lekin bu ambitsiyaning har holda bundan keyin ishlamasligi kundan kun ayon bo'lib boryapti. Bundan tashqari Turkiya, Rossiya va Xitoy tarafidan Eronga bo'lgan munosabatni ham kuzatishga to'g'ri keladi. Buni Rossiyani aytib o'tdik. Rossiyadan biron yordam bo'lishi ayni paytda nihoyatda qiyin. Bu esa o'sha Kavkaz mintaqasiga ham jiddiy ta'sir o'tkazadi. Har holda bu juda ham teran ishlab chiqilgan bir harbiy strategik yoki iqtisodiy strategik reja ekanligi ko'rinyapti. Bundan tashqari Suriyada ham
muammolar ko'paya boshladi. O'zim o'qigan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha prezident Asharov o'tiradigan xonada otishmalar bo'lgan. Asharov bu yerdan jismoniy yaradorliklar bilan qutulib qolgan. Bu ham albatta nihoyatda bu yerdagi bo'layotgan jarayonlarni, ya'ni terroristik jarayonlarni balkim izdan chiqarishi mumkin. Terroristik jarayonlar, ya'ni bu yerdagi muvozanatni izdan chiqarish mumkin demoqchiman va juda ham xavfli bir harakatlar boshlangan bu yerda ham. Ya'ni bu yuqorida ham aytib o'tdik, o'ylab ko'rilgan va Eronga qanday agar hujum qilinadigan bo'lsa, ya'ni iqtisodiy tarafdan eng zaif paytini topdi va mana shunday hujum boshlandi. Bundan tashqari Erondagi munosabatlar, Eronda bo'layotgan jarayonlarga Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati, aynan Trampning o'zi munosabatlari nihoyatda tig'iz va Eron hukumati bilan umuman kelisha olmasligi haqida jiddiy bayonotlar bera boshladi. Bundan tashqari Xitoy o'zining mintaqasida xavfsizlikni kuchaytirish uchun harakat qilyapti. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Janubiy Koreya va Xitoy prezidentlari uchrashdi va ularning uchrashuvi albatta bu bekorga emas. Bu hududda, ya'ni bu mintaqada Yaqin Sharqda bo'layotgan, G'arbda bo'layotgan va Lotin Amerikasida bo'layotgan jarayonlarning ta'sirini kamaytirish. Chunki Janubiy Koreya bilan bo'ladigan munosabat, Xitoyning munosabati albatta bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'ladigan munosabat deb qarash mumkin. Ya'ni ko'pincha mana shunday siyosatda va xalqaro munosabatlarda yozilmagan bir gap yuradi. Bu Janubiy Koreya bu Amerikaning 51-shtati degan. Va shuning uchun ham Janubiy Koreya bilan munosabatni to'g'rilash, Janubiy Koreya bilan munosabatlarni ijobiylashtirish Xitoy uchun bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muvozanatli muloqot olib borishning eng yaxshi samarali yo'li deyish mumkin. Bundan tashqari G'arb nega kuchayib ketdi degan savol tug'iladi albatta bu yerda. Nima uchun Sharq mamlakatlarida, ayniqsa musulmon mamlakatlarida mana shunday muammolarga hadeb duch kelaveramiz degan o'y fikr menda ham har doim tug'ilgan. Bunga ham o'zimni shaxsiy fikrimni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni o'sha o'qigan kitoblarim va bo'layotgan jarayonlarni kuzatib turib, G'arb 200 yil davomida nihoyatda pishib ketdi siyosatda va saylovlarda, ayniqsa va saylovlarda kimni olib kelish, kimni nimadan boshqaruvdan tushirish bo'yicha nihoyatda katta tajribaga ega bo'lganligi uchun endi mana shunday tajribaga ega bo'lmagan davlatlarni ga ta'sir o'tkazish va ularni iqtisodiy va siyosiy tarafdan nihoyatda nima qilib qo'yish, ya'ni ojizlashtirib qo'yish siyosati nihoyatda ustunlik qilib ketdi G'arbda. Ya'ni Eronda, mana Lotin Amerikasi mamlakatlarida va bir qancha uzoq muddat qoladigan prezidentlik yoki boshqaruvda qoladigan kishilarning, shaxslarning ta'siri tufayli bu kuchsizlanish jarayonini boshlab bergan va shuning uchun ham G'arbga nihoyatda katta ustunlik beryapti bu masala. Xo'p, yana bir Maduro haqida aytib o'tadigan bo'lsak, hozir dunyoning asosiy matbuoti va tahlillarida asosan Maduro turibdi. Maduro nega Turkiyaga kelmadi? Aslida aytilgan fikrlarga, chiqayotgan bayonotlarga ko'ra, ya'ni ishonchli bayonotlarga ko'ra, Maduroning Turkiyaga ketishi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham taklif qilingan. Lekin bu bunga ko'nmagan yoki ulgurmagan yoki nima qandaydir o'zining o'ylab yurgan fikrlari yoki dasturi bo'yicha amal qila olmagan bunga. Lekin Turkiyadan chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Turkiya ham bunga rozi bo'lgan. Maduroning Turkiyaga kelishiga va bu yerdan siyosiy boshpana olishi uchun rozi bo'lgan. Bundan tashqari hozir Xamenei haqida juda ham ko'p fikrlar aytilyapti. Xamenei qayerga qochishi mumkin? Eron rahnamosining, ya'ni diniy rahnamosining qochish uchun faqat bitta joyi bor, bu Rossiya. Lekin Rossiya buni qabul qiladimi? Agar Rossiya qabul qiladigan bo'lsa, Rossiyada muammolar ko'payib ketmaydimi? Chunki Rossiyaning o'zi zotan sarosimada qoldi hozir, ya'ni qaysi tarafga bo'lishini bilmay qoldi. Venesueladan juda katta zarba yedi. Ham siyosiy zarba, ham mamlakatlar o'rtasida bo'ladigan intriga zarbasi nihoyatda kuchli bo'lib ketdi. Va shuning uchun ham Eron masalasida menimcha Rossiyaning qaror olishi nihoyatda qiyin bo'ladi
va agar Rossiya Xamaneyni ham o'ziga boshpana beradigan bo'lsa, Bashar Asad ham o'sha yerda va yana bir qancha e, davlatdan qochgan yoki e, boshpana istagan bir qancha figuralar bor. Bu esa Rossiyaga albatta bu bezovtalik berishi mumkin. Shuning uchun ham vaziyatni kutamiz. Qani lekin Erondagi vaziyat nihoyatda jiddiylashib ketdi. Katta ehtimol bilan yana kuzataman, Eron haqida tahlillar yana qilishimiz kerakka o'xshaydi. Ya'ni balkim davomli bo'lar bu. Lekin Eron hozirgi asosiy kuch Pezeshkionda. Agar Pezeshkion millat tarafda turib, xalq tarafda turib va mamlakatni qattiq himoya qilishga va xalqni o'zi bilan birga olib orqasidan olib keta olishga kuch topa olsa, o'zida Eronning har holda parchalanishini kuzatmaymiz. Lekin bu ish amalga oshmaydigan bo'lsa, murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin Eronda. Va shuning uchun ham Erondagi va dunyoning boshqa joylarida ham bo'layotgan vaziyatlarning muvozanatlashishini va u yerda dunyoning hamma joyida tinchlik bo'lishini istab qolamiz. Barchangizga katta rahmat kuzatganingiz uchun. Sihat salomat bo'ling.